Ma saralıq edinlanma jutqa yenib kelgandan yağı 15 gün bo'ldi. Qarab baxsammış 15 günning ichida nima ishlarni qildim men sizlarga bir deb beray. Men miya kelib o'zimniki tuzib qo'ygan planni amalga oshirishga boshladim. Hozir men 15 günning ichida oldikani 6 ga yaqin o'quvchi tarbiyalab qoldim. Maqsad bu do'konning amaliy tijoratini yaxshilaydiganga. Hamda men hozir meniki 6-o'quvchimni qishga kirib, bularning ta'siratini sizlardan bir o'rtoqlashay deb o'ylab qoldim. Har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsanglar, cho'qim buning astoydil muomala qilsanglar, izchil qilsanglar, cho'qim sizlarga natija chiqadi deb o'ylayman. Fikirdan yenib kelib, mushtaq amaliy do'konning tijoratini yaxshilayman desam, nurg'ulinglar chiqdinglar. Ma so'ymayadan yenib keliblar, ma'ni qilib etma, ani qilib etma deb po'yitib. Men hozir o'zimning shogirdning og'zidan olib qo'yaman, po'yatdimmi? Qanday bo'ldi? Mana men ustam degan shu tekinchilik ishlab hozir tutqolda joy yo'q. Qanday qavval yaxshimi? Rastlaymiz juma? Bo'ldi, chatam yo'q. Amni ahvol eymizda. Shuni bilan bir bizning tashviqot bo'ldi, o'rgatgan bo'ldik. Nima qanday bo'ldi? Bundan ayt yaxshi bo'ldi. Masalan, qanday yaxshi bo'ldi? Kun bo'ldi, bozor haqiqatda yaxshi. 3 tonna o'rgatamiz. Hozir yeyapmiz mana. Kedalam o'tirib so'rab baqsana bo'ldi. Boshda bular do'konni tijoratni bir boshlagan. Boshlab o'z oldiga bir faoliyat qilib, o'z oldinglar qildinglar shunday. Taz yaxshi unum bo'lmagan. Men o'zimning uslubi bilan qilgandan keyin bularningki tijarati burunqidan aslanganda. Aslandi. Hozir ham faoliyat mezgilida haqiqatan odamlar paydo turib ketdi. Men juda ulgurmay qoldim, o'z amaliy ahvolni ko'rsatib qo'yatdim. Hamdan boshlab bularning tijarati yana izg'i tushdi. Qanday izg'i tushdi degan chaqda eng boshda qilayotgan tijoratdan yana bo'lmagan ishkasida izg'i tushishi. Ishonchinglar bormi? Biz bor. Bundan keyin davomli qoldi, men o'tib qo'ygan usulda, mana shu do'yin davomli qolib tashviqot qilsanglar, cho'qim yaxshi bo'ldi tijoratdan bo'ldi. Men ustam hozir Shinjon vaqtsa 4 bo'ldi. Men vaqtchi to'xtamasdan yana samsoylar yapılashyapti deb ustam. Ha, permodim ya. Permode. Bu permodadan banqani chiqarib atdik-ku. Boshda olib qoldi jman. Faqat yetishmay. 3 tonna qolyapsizlar qarasam. 3 tonna yetishmadi hozir. Nima edi maqsad menda, men telefonni ko'tarib kelishdik maqsad. Men o'zinglar bo'lsa ishqirda yenib kelganiki amaliy do'kon tijoratini yaxshilayman deb qo'yatgan. Ammo o'zim ishonchim bor, meni ishonchim bo'lganlik uchun ham shu qarindoshlarimiz oldi degan, endi mana amaliy natijam qanday bo'ldi? Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Burunqidan hozirqiniki farqini bir solishtirib beringlar. Burunqidan hozirqining farqi necha hassa? Necha 10 hassa. Va raskab. Bizni faqatlam yetishmay. Oldi keynimiz qarg'idek vaqtimiz yo'q, odatda ketib qolamiz. Endi shu do'yingningki ras kuchi bormi-ki? Haqiqatan kuchi bor-ki. Ishandim, men mutazil ishonmagan boshda. Endi haqiqatan ishondim. Mana meni 6-shogirdim. Mening keyinda yana filmni tortadigan, tarbiyalaydigan bolalar bor. Amaliy qilib bo'lgandan keyin 6-si, uni oldida qilib bo'lganlarim bor. Ular bilan bir qilib paranishimiz. Endi malaninki hozirdan o't bozori bo'lg'achqa shuni ulgurib turib sizlarga amaliy ahvolni bir ko'zday deb turib tortyapman. Ham sizlarga bir qilib o'rgatadigan ham ahvollarni o'zingizlar ekran chiqib so'zildinglar. Tasmika ekran chiqib so'zlamak. Oson emas-ki. Oson emas. Oson emas. Biroq menga ergashgandan keyin yana qiynalib ketdi. Qiynalib ketmadik. Sening baringni yana sana to'xtadi. Bundan keyin tekim oson to'xtamiz. Undan sonra gap mishaychik bo'lsin ballar. Meni ma do'yingimni qetibinglar. Ammo shu amaliy do'konni tijoratini yaxshilasam bo'ladi, do'ying orqali do'konimni tijoratini yaxshilasam bo'ladi deganlar, cho'qim meni qetibinglar. Mana amaliy bo'layotgan tajribalar, amaliy bo'layotgan savollar sizlarga eng yaxshi javob deb o'ylayman. Saraliq eninglar, hargizlarni umidinglarni yerda qo'ygan yo'q.